Yaqinda charchamayapsizlarmi? 2025-yil 26-dekabr juma kuni. Juma ayyomlaring muborak bo'lsin. Kelib turgan yangi yillaring muborak bo'lsin. Yaqinlar, yangi yilgacha bu yil qo'y olmadim deganlar bo'lsa, mana sizlarga yangi yil skitkasini qilib qo'yyapmiz. O'tgan safargi qo'ygan videoimga juda ko'pchilik negativ bildirib yuboribdi. Qo'ylaring aldayapsan. Yo'q, yaqinlar, bu realniy PR emas. Bu yaqinlar, bu sotilayotgan realni qo'ylar 20 bosh sovliq Namangan viloyatida. Hammasi bo'g'oz deyishyapti, konkretniy bo'g'oz deyishyapti yaqinlar. Bularning narxlarini 6 million so'mdan berib yuborishaverar ekan. Agar mabodo optim hammasini bir joyga olsalaring yaqinlar 4 million so'mdan baraka bo'laveradi. Boshqa joylarga, Namangan viloyatidan boshqa joylarga agar kelishib olinsa dastavka qilib beriladi. Albatta bu meni obunachilarimga bo'ladi. Like bosib obuna bo'lib kuzatib boringlar yaqinlar. Yana sizlarga shunaqa hisori arzon qo'ylardan narx hamyonbop qilib chiqarib beramiz. Joninglar sog' bo'lsin, kuzatib boringlar.